Malika. Malika. Lafiya oyijon. Voy. Choyingni olib kelmaysanmi? Bo'ldi, mana ketmanmi? Kech qoldim ishdan, bolam. Bo'ldi oyijon. Olib kela qol. Namuncha cho'zilding? Qaynashasan. Kechirib. Bir piyolagina qo'yib bera qol. Malika. Ehtiyot bo'lib o'tiringlar. Opajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men xizmat beminnat korxonasidanman. Voy, xush kelibsiz uka. Rahmat. Hozir men sizga qiladigan ishlaringizni ro'yxatini bitta. Yo'q. Siz tushunmadingiz. Menga ro'yxat kerak emas. Men faqat eshiklarga tuynik o'rnatib beraman, xolos. Tuynik? Ha. Voy, tuynikni menga nima keragi bor? Tushunmadingiz. Glazor. Glazovni ham nima keragi bor? Nimani ko'raman men? Ixtiyorsizda. Xohlasangiz o'rnatamiz. Bo'lmasa majburlash yo'q. O'zingiz bilasiz. Mayli. Shoshmang. Yo'q, kel. Menga yaxshilab tushuntirib bering. Bu glazokni o'zi nimaga keragi bor? Ehtimol men tushunmayotgandirman. Opajon, siz aniq tushunmadingiz. Mana masalan, Parijda nimadir sodir bo'ldi. Siz sekin kelasizda, glazurdan qaraysiz. Hamma narsa ayon bo'ladi qoladi. Podyezdda bo'layotgan ishlar bilan meni umuman ishim yo'q. Mayli, tasavvur qiling. Tunda kimdir kelib, eshigingiz qo'ng'irog'ini bosdi. Umuman podyezim ko'rinmaydi. Yo'q. Birorta chiroq yo'q. 5 ta glazok o'rnatsangiz ham hech narsa ko'rinmaydi. Ixtiyoringiz. Zorimiz bor, lekin zo'rimiz yo'q. O'zingiz bilasiz. Farqi yo'q. To'xting. Keling, orqangizga qayting. Menga juda ham qiziq tuyulyapti-da hozir. Nega endi siz hech kimga foydasi tegmaydigan ish bilan shug'ullanib yuribsiz? Nimaga endi foydasi yo'q? Opajon, tunda emas, aytaylik, kunduz kuni. Kimdir eshigingiz qo'ng'irog'ini bosdi. Tuynikdan qaraysiz. Tanishingiz bo'lsa, ochasiz. Agar notanish bo'lsa-chi? Notanish bo'lsa, kimsiz, nima maqsadda keldingiz deb so'raysiz. Shunda ham ochaveraman u eshikni. Lekin u notanish odam bo'lib, siz tanishingizni ovozini yolg'on ekan taqlid qilib gapirsa-chi? Soxtalikni nima keragi bor? Bilib bo'ladimi? Hozir har xil odam bor. O'zi beozor, echkichaman deydi, lekin aslida vahshiy kulrang bo'ri bo'ladi. Endi juda oshirib yubordingiz. Xuddi bolalarga ertaga aytgandek. Ana. Bolalar uchun o'rnatamiz. Bolalar uchun qayerga o'rnatasiz? Bo'yiga moslab o'rnataveramiz. Unda nima? Glazokni shotga o'rnatasizmi? Bunaqasi bo'lmagan-ku, mayli, siz uchun o'rnatib beraman. Xo'p, agar men tuynudan qaramoqchi bo'lsam, 3 marta egilib, nima, mashina qilib qaraymanmi? Voy, opajon, o'zingiz aytdingiz-ku, menga glazok kerak emas deb. Bu bolalar uchun. Bolalar uchun o'rnatamiz. Endi menga qarang, agar bolalar glazokdan qaraydigan bo'lsa, Xo'sh, kelgan odamni beridan pastiga qaraydimi, ishmaga? Ha? mayli opajon. Meni ishlarim ko'p. Sizga kerak bo'lmasa, ixtiyoringiz. Salomat bo'ling. Anaqa, to'xtang-da. Shoshmang, buncha shoshildingiz.
baribir tushunmayapman. Nimaga siz hech kimga keragi yo'q narsa bilan shug'ullanyapsiz? Nega hech kim kerak emas ekan? Hozir hamma tuynik qo'ydiryapti. Ha. Kimlar? Kimlar? Mana yoningizga qo'shnisi qo'ydirdi. Kecha pastdagilar qo'ydirdi. Bugun tepadagilar qo'ydiradi. Hamma qo'ydiryapti. Voy uka, nimaga boyatdan beri bir-birimizni boshimizni qotirib yotibmiz? Ish, boshlang. Hop. Hop. Boshlaymiz. Nima? Men ulardan kam joyim bor ekanmi? Kerak bo'lsa, 3tasini qo'ydiraman.